papkani, ikki papkani chap tugma bilan ushladim. Eski o'tga olib kelib, to'liq holat bo'lganda tashlayman. Relkam kerak emas va ikki papkaga nima nomda index nomda HTML fayl yaratamiz. Dastlabki standart strukturani hosil qilaman. Doctype HTML, undan keyin nima kelardi? HTML, uning ichida title, giper matnlar bilan ishlash deymiz. Undan keyin body ichiga ham bitta h1 bilan yozib qo'yaylik. Giper matnlar bilan ishlash degan ma'lumotni saqlaymiz va index HTMLimizni brauzerda ochib olamiz. O'zi gipermatn nima? HTML kengaytmasini nima dedik? Hypertext Markup Language. O'zi HTML nomida ham gipermatn tushunchasi kelyapti-kana. Gipermatn nima? Gipermatnda biz oddiy o'zimiz silka deb ataymiz. Gipermatn bir fayldan turib boshqa bir faylga murojaatni amalga oshiradi va buni brauzerlar orqali amalga oshiriladi. Avvallari gipermatnlar nafaqat bir fayldan boshqa faylga, yana boshqa qo'shimcha imkoniyatlari bo'lgan, lekin hozir bu narsalar ishlatilmaydi va bu gipermatnlarni sahifada hosil qilish uchun anchorni qisqartirib ATGdan foydalaniladi. ATG. Gipermatnlarga misol keltiradigan bo'lsak, Uzmoviga kiraylikchi, nima yangiliklar bor ekan? Internet. Ularda boshqatdan yuklab olaylik. Bugun bilayinda ishlashim qiyin bo'lib ketdi. Sahifani qarang. Yana o'ynayaptimi bu? Notebookimning porti ham kengayib qolishkilikda HTML porti. Shu yerda e'tibor bering. Bir qancha yozuvlar, rasmlar va hokazolar turibdi. Shu yerda mana shu yerda turgan rasm ustiga bitta bossam nima bo'ladi? Munosabatdagi yozuvga bossam, mana shuni sahifasini ochib beradi. Bu sahifadan turib, buni bossam boshqa bir sahifaga o'tkazib beryapti yoki bo'lmasa boshqa bir buyruqni amalga oshiryapti. Endi bu yerda kirish va ro'yxatdan o'tish degan tugmalar turibdi. Bularni bossamchi yana bir boshqa joyga o'tib ketyapti. Mana o'ynavordi. Yoki bo'lmasa betdagi tugmalarga qarang. Google yordamida, Telegram yordamida. Betdagi uzmovie.com degan betdagi emas, yuqoridagiga qarang. Buni bitta bossam bosh sahifaga o'tadi. Bu logotip deyiladi, logotipni bosadigan bo'lsam. Betdagi tugmalarni ham bosadigan bo'lsam, bular ham ma'lum bir ma'lumotlarni shakllantirib beryapti. Shularning hammasi gipermatn. Sahifadan turib boshqa bir sahifaga buyruqlarni amalga oshirib beryapti. Bunda gipermatnlardan tashqari yana boshqa uslublar bor, lekin aksar holatlarda mana shu gipermatnlardan foydalaniladi. Biz hozircha rasm va hokazo qilmaymizda, oddiy yozuvlardan foydalanib gipermatnda ishlashda ko'rib chiqamiz. Atributlar haqida gaplashib o'tdik kecha sizlar bilan. Atributlar qaysidagida ochiluvchidagida yozilar ekan. Atributlarni faqat qaysini ko'rdik? A ligini ko'rdik. Nimada? Blok elementlarda P da A ligini ko'rdik.
Bundan tashqari yana font tagida ishlatdik. Nechta atribut ishlatdik? 3 ta face, color, size atributlarini ishlatdik. Bu atributlarni o'rnini almashib kelishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Qaysi biri qayta kelsa farqi yo'q. Endi mana shu a tegimizda ham o'zini gipermatn bo'lish uchun shartli ravishda qo'yiladigan atributi bor. Bu href atributi. Href. Href deymiz. Mana shu href atributida mana shu gipermatnda bosganimizda qayerga yo'nalishini ko'rsatib turadi. Ya'ni faylni manzili ko'rsatiladi. Bitta fayl manzili. Biz uni URL deymiz. Yo'qmasa bizning tilimizdagi URL bu silka. Inglizchasiga nima bo'ladi? Link bo'ladi. Link. Mana shu yerga manzil ko'rsatiladi. Biz fayl manzilni deb tasavvur qilaveramiz. Faylni manzilini ko'rsatamiz. Ya'ni mana shu a orqali murojaat qilishimiz kerak bo'ladigan faylni manzili. Hozircha bo'sh turib tursa, shu yerga gipermatn deyman. Saqlayman. Sahifada ko'ramiz nima hosil bo'ldi. Buni ko'radigan bo'lsak, ushbu fioletli rangda yozuv. Qidiruv tizimlarida ko'ramiz. Bunaqa rangli gipermatnlar, masalan Google sayti deb yozadigan bo'lsak, mana bir qancha qidiruv tizimidan nimalarni keltirib chiqyapti. Mana shular ham mana gipermatnlar. Buni ustiga bossak va yana e'tibor bering, gipermatnga borsak, brauzerda u pastki burchagini qarang, chap tarafda. Gipermatnlarda nimani chiqarib berar ekan? Manzilni chiqarib berar ekan. Endi biz gipermatnimizda-chi bossak. Nimani chiqaryapti? Shunchaki index HTML da o'zini. Faylimizda mana shu faylni o'zini. Chunki biz bu yerga manzil ko'rsatmadik. Manzil ko'rsatmasak, shu faylni o'zi degani. Odatda bunday holatda panjara qo'yiladi. Buni keyinchalik boshqa darslarimizda ko'rib tushunib olasiz nimaga panjara qo'yilishini. Hozircha shunchaki panjara qo'yilib turadi. Agarda shu faylni o'ziga murojaat shakllantirilgan tursa, qachon qo'yamiz buni? Bosh sahifa. Boya uzmoviyni o'ziga bosdik-ku, bosh sahifaga o'tkazib berdi. Shunaqa holatda panjara yoki bo'lmasa rootga o'tish uchun bunday holatda belgidan foydalaniladi. Endi biz gipermatn yordamida bir sahifadan boshqa bir sahifaga murojaat shakllantiramiz. Qo'shimcha yana bitta sahifa hosil qilaman. Shu yerdan yana yangi HTML fayl yarataman. Uni nomini sahifa 2 HTML deyman. Endi menda nechta fayl oldi? 2 ta. Buni ham o'zining standart strukturasi bo'ladi. Bunda ham xuddi ana shu doctype HTML, buni ham HTML bo'ladi. Bu ham alohida bitta veb sahifa. Buni ham head qismi bo'ladi. Buni ham title bo'ladi. Title'iga ikkinchi veb sahifa deb yozib turadi. Body'ga. Bunga ham h1 bilan ikkinchi veb sahifa degan yozuvni shakllantirib turadi. Endi men mana shu index HTML dan turib sahifa HTML ga murojaatni amalga oshiraman. Ya'ni sahifa 2 ni ochib ber deyman. Bu yerda fayllardan e'tibor berib qarang. Ikkalasi ham yonma-yon turibdi. Yonma-yon. Bizning loyihamiz qaysi edi? 2. Mana shu 2 papkani ichidagi mana shu yerdagi narsalar root deyiladi. Root bu ildiz. Bizim manzillarimizdagi ildiz yo'l mana shu. Agarda ildizda index HTML bilan ketma-ket joylashgan bo'lsa fayl, shunchaki faylning nomini o'zini hrefga ko'rsatib qo'yasiz. Index HTMLimizda a hrefga shunchaki faylning nomi nima? Sahifa 2.html. Biz odatda shunday foydalanamiz. Shunday tartibda hosil qilamiz. Va endi bu yerga gipermatn demaylikda ikkinchi sahifaga o'tish deyman. Saqlayman. Bu yerda update qilib turib, bu yerda ikkinchi sahifaga o'tish degan tugmani bosadigan bo'lsam, mana ikkinchi veb sahifaga o'tib qo'yadi. Bu ahref nima qiladi? Bu yerdagi manzilni olib, yuqoridagi manzilga o'z avtomatik qo'yib, xuddi enterni bosganda ishni amalga oshirib beradi. Ahrefning vazifasi shunday. Bir sahifadan boshqa bir veb sahifaga o'tkazib beryapti. Endi ikkinchi veb sahifaga ham bitta gipermatn hosil qilaylik. Bunga ham ahref yordamida. Endi bundan nimaga o'taman? Index HTML ga o'taman. Bosh sahifaga o'tish deymiz. Bosh sahifaga o'tish. Ko'radigan bo'lsak, mana ikkinchi veb sahifamiz ochildi. Bosh sahifaga o'tish desak, bunga o'tadi. Ana endi ikkala sahifaning o'rtasida nima hosil bo'ldi? O'zaro aloqa hosil bo'ldi.
saytlarimizda ham xuddi mana shunday tartibda ketadi. Bir sahifadan boshqa sahifaga shunday murojaatlarni amalga oshiramiz. Hozir ikkalasi ham bitta rootda turibdi, bitta ildizda turibdi. Endi tasavvur qiling, shu yerda bitta papka bo'lsa, mana bu sahifa 2 HTML emas, bitta o'chirib turay. Sahifa 2 HTML emas, mana shu pageda ichida bo'lsin, papkaning ichida bo'lsin. Endi index HTML da oldida sahifa 2 HTML bormi? Yo'q. Endi bu yerda bosh sahifaga o'tib, bosh sahifamizda ikkinchi sahifaga o'tish desam, nima deyapti? Neudalus получить доступ к файлу. Sababi bunaqa faylni o'zi yo'q. Bu qayerdan qidiryapti? D da, tatufni ichida, mana bu papkaning ichida va hokazo project ikkinchida sahifa 2 HTML da qidiryapti. Bunday narsa yo'q. Bu sahifa 2 HTML emas, qayerda? Index HTML oldidagi pages papkani ichida ana shu papkani yo'lini avval ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Shu yerga pages deyman-da. Papkani ichiga kirish uchun slash belgi qo'yiladi. Bitta papkani ichiga kirish uchun bitta slash. Va undan keyin faylning nomini ko'rsatib qo'yamiz. Saqlab ana endi buni boshqatdan yuklab turib ikkinchi sahifaga o'tish desak, ana endi bu yerda ham ikkinchidagi pages ichidagi sahifa 2 HTML deyapti. Endi bundan bosh sahifaga o'tish desam, yana nima dedi? Neudalus получить доступ к файлу. Nimaga? Yuqoridagi manzilga e'tibor berib qarang. Bu qaysi faylga o'tyapti? Index HTML ga. Qayerdagi index HTML? Ikkinchidagi pages ichidagi index HTML ga. Sababi bu yerda biz nima dedik? Pages ni ochib qaraydigan bo'lsak, ahref yordamida qayerga o'tdi dedik? Index HTML ga. Bu qayerdagi index HTML da oladi? O'zi bilan bitta qatorda turgan. Papkani ochib qaraychi, bu yerda index HTML bormi? Yo'q. Endi nima qilish kerak? Bitta papkadan ortga qaytib olish kerak. Papkaning ichiga kirish uchun slashdan foydalanardik. Faylning papkaning nomi va slash. Papkadan chiqish uchun shu yerda nuqtadan 2 marta ketma-ket qo'yasiz-da, keyin slash belgini qo'yasiz. Mana bu bitta ortga qaytish degani. Saqlab endi boshqatdan ko'ramiz. Bosh sahifaga o'tish desam, ana endi bosh sahifaga o'tyapti. Ikkinchi sahifaga, bosh sahifaga. Tushunarlimi? Mana bu narsalar faylning manzillariga murojaat. Agarda papkaning ichida bo'lsa, papkaning nomi ketma-ket yozib ketilaverar ekan. Agarda papkadan tashqariga chiqish kerak bo'lsa-chi, ikkita nuqta. Endi 2 marta chiqish kerak bo'lsa, qarang. Sahifa 2 HTML dan chiqay. Dastlab o'tgan darsdagi bir sahifa ichidagi index HTML ga bo'lsa, unda nima qilaman? Hozir men sahifa 2 HTML da turibman. Bu uchun ham yana bitta link oching. Birinchi dars bosh sahifasi deb qo'yaymi? Birinchi dars bosh sahifasi. Unga o'tmoqchi bo'lsam, bunda 1 marta chiqadi. Bunday qilsak, necha marta chiqdi? 2 marta. Endi shu yerda 1 degan papkaning ichiga kirib, shuni ichidagi index.html deymiz. Mana shunday tartibda faylning manzili ko'rsatib ketilaveradi. Nimaga proyekt sifatida ochiladi? Ertadan keyin sayt qilib tayyor qilib bo'lganimizdan keyin ham bizga internetga joylashtirib turganimizda bitta papka beradi, root papka beradi. Mana shu fayllarimizni ashitga joylab, ashini ichida boshqaramiz. Saytda yaratib turgan paytimizda ham xuddi mana shunday ketma-ketlikdan hosil qilamiz. Ma'lumotlarni mana shu papkaning ichida ketma-ket saralab olib ketamiz. Papkalar nimaga kerak? Papkalar bir xil turdagi yoki bir xil funksiyadagi vazifani bajaradigan fayllarni shu turkumlash uchun kerak. Masalan, aytdik CSS dedik, JavaScript dedik. CSS fayllarni alohida olish uchun, JavaScript fayllarni alohida olish uchun, qanaqadir kutubxonalarda yoki bo'lmasa rasmlarni alohida saralab olish uchun va hokazo. Mana shu yerda turli xil papkalar bo'ladi va papkalarning ichiga mana shunday tartibda murojaatlar amalga oshiramiz. Demak, mana bu narsa nimani bildirar ekan? Ikkita nuqta va slash bir marta orqaga qaytishni ifodalar ekan. Endi buni metdan tekshirib ko'ramiz. Birinchi dars bosh sahifasi desak, birinchi dars bosh sahifasiga o'tyapti. Bitta bo'sh shekilli. Birinchi dars bosh sahifasiga o'chirib yubordik ma'lumotlar. O'chirib yuborgan ekanmiz. Yana boshladim.
ushbu holatda. Endi e'tibor bering shu yerda. Bosh sahifaga o'taman, ikkinchi sahifaga o'taman. Shu yerda mana oyna turibdi-yu, brauzer ichidagi. Shu yerda yana bir nechta oynalar hosil qilay. Vayda, izo'rdi-yu bu. Mana bir nechta oynalarni tasavvur qiling. Mana oynani o'zini bunday qilib alohida olsangiz ham bo'ladi. Hozir biz endi umumiy ishlataveramiz, foydalanishga shu umumiy ishlatish qilay. Shu yerda bir sahifadan boshqa sahifaga o'tib turganimizda mana shu bitta oynani o'zida ishlayapti. Saytlarda ayrim silkalarimiz, linklarimiz bo'ladi, ya'ni gipermatrlarimiz. Link deganimizda mana shu A deb tasavvur qilaverasiz. Linklarimiz bo'ladi. Shu saytni o'ziga emas, saytdan tashqari manbalarga murojaatni amalga oshiradi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda linkini qo'yib qo'yadi, Telegramini, Instagramini, Facebookini reklama qilib. Yo'qsa qanaqadir kartalarda qo'yib qo'yadi va hokazo. Yo'qsa YouTube'ga o'tish, qidiruv tizimlariga o'tish kabi qandaydir linklarni qo'yib qo'yadi. Ana shunaqa holatda mana shu linkni bosganda o'zini sahifasidan chiqib ketmasdan yangi mana bundaqa vkladka ochib turib, bu narsani vkladka deymiz. Masalan, tabshit deyiladi. Mana shu vkladkaga bu sahifa ham turaversin, yangi sahifaga bo'lsa, ana shu linkni hosil qilib bersin deyish uchun mana shu A ni yana bitta qo'shimcha atributi bor. U ikkinchi sahifada turibmizmi? Birinchi sahifaga o'tib olaylik. Hrefdan kelgan yoki oldin ahamiyati yo'q yozaverasiz. Target degan atributi bor. Target. Hozir bu self degan qiymatda turibdi. Yana bitta narsa, siz atributlarga qiymat berasizmi, bermaysizmi, boshlang'ich qiymatda turadi ular. Bu qiymatni default value deyiladi. Ya'ni standart qiymat yoki boshlang'ich qiymatda tasavvur qiling. Mana shu targetda hozir self turibdi. Biz targetni yozsak ham, yozmasak ham, uni qiymati nima ekan? Self. Ya'ni o'zida ochib beryapti bu narsani. O'zida. Ikkinchi sahifaga o'tish deganimizda, bosh sahifaga o'tish deganimizda o'zida ochib beryapti. Siz chetga agar targetni bitta tay chizig'i bilan yozilar ekan, blank deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, ikkinchi sahifaga o'tish deganimizda endi boyagi oyna ham turibdi. Keyingi sahifani yangi oynada ochib beryapti. Bu yerda ham bosh sahifaga o'tishda ham buni ham targetini shunchaki blank deb yozib qo'ysak, mana tay chizig'i bilan yozsak ham to'g'ri bo'ladi. Mana yerda mana bosh sahifaga o'tish desak, mana. Endi ikkala link ham alohida oynada ochadigan bo'lyapti. Target tushunarlimi? Nechta qiymati bor ekan? Ikkita. Self va blank. Buni yana bitta qiymati bor. Buni oxirgi darsda ishlatamiz. iframe'lar bilan birgalikda ishlatish mumkin. Hozircha mana shu ikkita qiymatiga e'tibor bering. Endi har bitta saytda bo'ladi bu narsa, faqat ana shu qo'shimcha linklar uchun qo'llaniladi, lekin saytda asosiy qismi sifatida emas, buni qo'shimcha imkoniyat sifatida qarashingiz mumkin. Shu yergacha kimda qanaqa savol bor? Gipermatrlar bo'yicha. Fayllarni manzilini ko'rsatish va target bo'yicha ishlash bo'yicha. Savollar bormi? Tushunarlimi hammaga? Yaxshi. Mana uni tushirib turaylik-da. Endi boya ko'rgan rasmlarimiz bor edi-yu. Siz mana shu ahrefning ichiga turli rasmlar, jadval va hokazo nima tashlasangiz borki, link sifatida bo'lib qoladi. Bir qancha buning ichida hozir ko'ramiz, masalan, image'lar qo'yish mumkin. Tugmalar qo'yish mumkin. O'zi tugmalar to'g'ridan to'g'ri uni boshqarsa bo'ladi JavaScriptda. Formalar uchun ishlatiladi. Oxirgi darsimizda formalar bilan ishlashni ko'ramiz. Shunday tartibda qo'llab ishlatish mumkin. Hozircha endi oddiy matnlarni olib turaveraylik. Shu
chetga nima deyman? Bosh sahifa to'g'ri. Ikkinchi sahifa, bosh sahifa. Buni targetini ham tushirib turaman. Hozir biz nima qildik? Ahref yordamida ikkita sahifaning o'rtasida aloqa hosil qildik. Google qidiruv tizimiga kirib ko'raylik. Google.com ga kirdi. Bu saytda nimasi? Manzili. Bu narsa saytda domen sifatida qaraladi, bu ro'yxatga o'tkaziladi. Mana shu. O'zi aslida saytning domeni ham IP adres asosida fayl manzili hisoblanadi. Brauzerlar saytda manzilni yozganingizda avtomatik index nomli faylga murojaat shakllantiradi. Bekordan bekorga bosh sahifa indeks deb nomlanmaydi. Bu narsa standart sifatida o'rnatilgan. Brauzerlar shunchaki saytda nomini yozganingizda qaysi faylni qidirar ekan? Indeks faylni. Hosting xizmati qo'llanilganda, ya'ni siz saytingizni tayyor qilib joylaysiz, sizga xotira ajratiladi. Aytdik-ku, papka root beradi. Ana shu rootga joylab turgan paytingizda ana shu yerda o'zining manzili bor. Uni IP manzilida orqali aniqlanadi va IP manzilida raqamlar ketma-ketligi bo'ladi. Qandaydir 11, 65, 18, 164 kabi to'rtta masalan, bu raqamni yodlab olish osonmi yo Google.com ni yodlab olish osonmi? Men taxminiy sonlar yozdim. Menimcha mana uni yodlash qulay, sayt nomlari bilan. Shuning uchun mana shu domen xizmati qo'shilgan. Mana shu domen xizmati o'zi avtomatik nima nomdagi faylni qidirar ekan? Index. Bu yerga bitta slash qo'yib turib index html deb yozib ko'ramiz. Yozsak, mana xuddi o'sha sahifani o'zini ochib beryapti. Sababi biz ishlayotib turgan fayl qaysi fayl? Index html fayl. Ana uzmoviga kiryapmiz-ku. Uzmovida unaqami ekan? Nima bo'yicha tuzilganiki? Index html deb ko'raylikchi. Bunda index html emas ekan. Index php deylikchi. Nima? PHP da yaratgan ekan-a? Index PHP desak, yo HTML fayl bo'ladi, yo PHP fayl bo'ladi. Tushunarlimi? Yana boshqa JavaScript imkoniyatlari orqali qo'shimcha narsalar ham shakllantirilyapti. Aksariyat holatlarda mana shu ikkalasi bo'ladi. Shu sababdan ham bosh sahifani index deb nomlaymiz. Endi biz nimani bilib oldik? Google.com deganimizda ham bu nima ekan? O'zi aslida faylni manzili ekan. Qaysi faylni manzili? Index nomli faylni manzili ekan. Mana shu faylni manzili. Endi biz manzil deymizda buni silka yoki bo'lmasa link deymiz buni ham. Mana shu linkni to'g'ridan to'g'ri ahrefga yozishimiz mumkin. Shu yerda ahrefni ochib turib, bu bosh sahifamizmi? Google ga o'tish deyman-da. Google qidiruv tizimiga o'tish uchun www.google.com deyman. Qarang, saqlab mana bu saytning nimasi? Nomi. Shu yerda bosh sahifamga o'taman. Google ga o'tishni bosadigan bo'lsam, nima bo'ldi? O'tdimi? Yo'q. O yuqoriga e'tibor berib qarang. www.google.com da qayerdan qidiryapti? 2 dan qidiryapti. Bu to'liq link nomi emas. To'liq link nomi bo'lish uchun buni oldida quyidagicha ketma-ketlik bo'ladi. HTTP. Hozir HTTPS qilib qo'llaniladi. SSL sertifikat degan narsa bor saytlarda xavfsizligi uchun. https://www.com 2 nuqta qolib ketdimi? Buni qayerdan ko'rib olsak bo'ladi? Mana yerda shunchaki Google.com turibdi-yu. Mana shu yerda shuni bosib turib bir marta bunday qilib qo'ysangiz, strelkani chap yoki o'ng tugmasini bitta bossangiz, mana bu yerda oldida qo'shimcha nima chiqaryapti? Ma'lumot sifatida chiqarib beryapti. https:// Deyarli 99% saytlar HTTPS ga o'tib bo'ldi. 7-8 yil oldin 60 ga 40 holat edi. Hozir kimki saytini yaratyapti turgan paytda SSL sertifikat bilan birgalikda hosil qilib yaratyapti. Buni ana shu hosting domen xizmati qo'llanilyapti turganda olinadi.
Bu serverning vazifasi. Serverdan sotib olinadi bu narsa. Bu haligi dasturchi o'zi buni nimanidir qurmaydi yo boshqa narsa qilmaydi. Shunchaki linkimizda endi https deb yozadigan bo'lsak, mana chiqib turadi. Bosh sahifaga o'taman. Bosh sahifada endi Google ga o'tish deydigan bo'lsa, endi qayerga o'tyapti? Google qidiruv tizimiga o'tyapti. Xohlasangiz chetga Uzmoviy deb yozishingiz mumkin. Uzmoviy TV'mida Google ga o'tishmas, endi nima deb qo'yamiz? Uzmoviy deb qo'yamiz. Uzmoviyni bossak, mana Uzmoviyga o'tib ketyapti. Yoki to'g'ridan-to'g'ri kunuzga berib yuborishingiz mumkin. https://kun.uz bu yerga kunuz beramiz. Endi bunday holatda biz o'zimiz saytimizdan boshqa saytga o'tib ketyapmiz. Shunaqa holatlarda nima ishlatamiz ekan? Target ishlatamiz ekan. Targetni nima qilib qo'yamiz? Blank qo'yamiz. Kunuzni bossak, yana endi u yangi o'ynada biz sahifamiz ham turaveradi. Linklar orqali ham, demak, ahreflarda birgalikda ishlasak bo'lar ekan. Tushunarlimi mana bu linklar? Buni hamma darsda hali qo'llayveramiz. Tushunmagan joyingizga ham tushunib ketasiz. Xo'pmi? Faqat tushunmaganda bir marta, ikki marta uyga borib, har xil sahifalarni o'zaro bog'lab ishlang. Xo'pmi? Xo'p, ahref bo'yicha endi bularni o'chirib turaman. Sahifa 2 ham hozircha menga kerak emas. Mana shu yerda gipermatnlar bilan ishlash dedikda. Bitta P ochi. P'ning ichida string yordamida bir nechta qatorlar hosil qilaylik. Bosh sahifa deyman. Betga NBS deb qo'yib turay, hozircha endi 4 tadan qo'yib turaveray. Bir nechta ko'paytirib olaman-da. Bosh sahifamiz. Yangiliklar. E'lonlar. Biz haqimizda kontaktlar, yordam, shular turib tursin. Brauzerda ko'ramiz. index.html'imizga o'tib olaylik. Bir qancha yozuvlar hosil bo'ldi. O'rtaga keltirish uchun nima qilaman? P'ni a'ligini center qilib qo'yamiz. Saqlab ko'radigan bo'lsak, mana o'rtaga keldi. Endi pastda har biriga ma'lumotlar hosil qilib chiqaman. P'ni tagidan bitta BR tashlayman, bir nechta. Nechtadan H2 deyman. Birinchisi nima edi? Yangiliklarmidi? Yangiliklarni hosil qilaman. Yangiliklar. Buning ichida P lorem degan narsa bor. Bu nima? Ketma-ket matnlar ketma-ketligi. Lorem deb turib 200 ta so'z yoz deyman. Bundan keyin yana P lorem deb turib 150 ta so'z yoz deyman. Bo'ldi, yangiliklarimiz shu bo'lsin. Yana bir nechta BR tashlaymizda H2 bilan keyingisi e'lonlar deylik. E'lonlar uchun ham
Lorem ru desangiz kirlicha yozuvlar yozib beradi. 80 ta deylik. Yana bitta p lorem ru 100 ta. Yana bitta p lorem ru 50 ta deb turaveraylik. Yana bir nechta b'lar tashlaylik. Hop, bundan keyin biz haqimizda buni ham hashak yordamida hosil qilaman. Biz haqimizda mana ulardan nusxa olaveray. Keyingisi kontaktlar ekana. Chekka bilan kontaktlar deyman. Yana keyingisi yordamida yordam kabi ma'lumot bo'lsa bunisini olaylik endi. Shunday holatda tasavvur qiling. Mana sahifamiz tayyor bo'ldi. Har bir ma'lumotni sahifada qanchadir joyi turibdi. Endi siz shu yerda mana shu yangiliklarni bosganda sahifani shu qismiga o'tadigan qilib qo'ysak bo'ladi. Mana shu yangiliklarga. Bunda scroll turibdi-yu, mana bu narsani scroll deyiladi. Yonidagi surgichda. Mana shu scrollni bunday qilib yangiliklarni boshiga olib kelib qo'ysak bo'ladi. E'lonlarni bossa, e'lonlarga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Biz haqimizda ham bossa, biz haqimizdagi. Xuddi mana bu narsa bosgan paytimizda ma'lum bir buyruqni bajarib, scrollni amalga oshirgandek. Buni odatda JavaScriptda maxsus amallar bajariladi, lekin href yordamida ham shakllantirib olsak bo'ladi. Mana h2 yordamida hosil qildik-ku mana elementlar. Mana shu elementlarga h2 yordamida hosil qilgan elementlarimizga har biriga mana yangiliklar, e'lonlarni atribut qo'yamiz. id degan. id degan atribut har bitta HTML elementda bor. Bu identifikatsion nom hisoblanadi. Identifikatsion nomlarda asosiy yagona bitta xususiyati bor. Bu uning unikalligi. Unikal degani nima? Takrorlanmas degani. Yagona degani. Ya'ni bunga qandaydir nom qo'ydingizmi, boshqa hech qaysi elementga xuddi o'shanday tartibda nomlayolmaysiz. Bizda qanaqa id xususiyatiga ega bo'lgan, unikalga ega bo'lgan narsalarni ko'rganmiz hayotimizda. Memistagi login parollar. Yo'q, menimcha unikal bo'lmasa kerak. Uni qandaydir takrorlasa bo'ladi, lekin ashitdagi id raqamlar ham bor. Unda ham id bor. Yoki bo'lmasa pasportdagi seriyalarimiz unikal. Seriya bilan raqamni ikkalasini umumlashtirsa unikal. Keyin pinfala degan narsa bor pasportda. Nima jishir bo'ladi? Nima degani? Jishir o'zi. Kengaytirsa bilasizlar. Jismoniy shaxs shaxsiy identifikatsion raqami. U ham id raqam o'zi aslida. Qaytdagi id raqam. Pasport stolda bazasidagi id raqam. U ham bitta id. Endi mana bu teglarimizda o'zini ham idsi bor. Bunda raqam emas, so'zlar bilan ham ifodalasak bo'ladi. Xuddi shunday takrorlanmas nom qilib id ga har bir h2 ga nom qo'yaman. Buni yangiliklar deyman. Endi yana bitta yangiliklar qiymatiga ega bo'lgan id hosil qilishi mumkinmi element? Yo'q, hosil qilmaysiz. Keyingisini nima deymiz? id'sini e'lonlar deymiz. Imkon darajasida tinch belgi qo'llamang. Keyingisi id biz haqimizda. Shunday bo'lib qolsa nima qilasiz? Chiziqcha qo'ysangiz ham bo'laveradi. O'rniga tay chiziq. Yoki bo'lmasa idlarimiz uchun qulayroqi bunday holatda yozish. Birinchi so'zni kichkina bilan, keyingi so'zlarni katta bilan. Bu narsani camel case deyiladi. Camel case'dan foydalaning. Keyingisi kontaktlar. Kichkina harflar bilan yozavering, ha. Keyingisi id'si yordam. Bu yerda qaytadan yuklab ochib qarasak, ko'rinishga birorta ta'sir qildimi? id'lar berilishlik yo'q.
U mana shu elementni boshqarish uchun ishlaydi. Siz xuddi unga nom berib qo'ydingiz ID bilan. Har bitta hashakiga alohida ism berib qo'ygandek bo'ldi. Ism, identifikatsion nom berib qo'ydik. Endi biz ana shu nom orqali Ahrefda murojaatni amalga oshirishimiz mumkin. Mana bu yangiliklarni bosganda shu yangiliklarga o'tsam deyish uchun bu nima yordamida hosil qilinadi? Strongda. Endi shuni Ahref yordamida hosil qilamiz. Strong ham turaveradi. Bu yerga qo'yamizda. Shuni har biriga hosil qilib olaylik. Har biri Ahrefning ichida turibdi mana. Ahref bilan boshlanyapti. Ahref bilan yakunlanyapti. Har bir qatorni qarasak, endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bir qancha nima paydo bo'ldi? Link paydo bo'ldi. Mana bu narsalarni A dan tashqariga qo'yganimizda tartibliroq turar edi. A dan tashqariga olib qo'yaylik. Hozir shuni qilib turib ishlab turamiz endi, o'rgangan narsalarimiz doirasida. Bunga kerak emas. Ko'radigan bo'lsak mana. Linklarimiz tayyor. Endi mana shu yangiliklarni bosganda qayerga o'tib bo'lsa, bu yangiliklarga o'tib bo'lsa. Buning uchun mana shu A ni bosganimizda shu yerda yangiliklarga o'tsin deyish uchun mana bu hashakiga o'tish kerak-da. Shuni ID'siga murojaat qilamiz. ID'si nima? Yangiliklar. Faqat ID'ga murojaat qilib turganligimizni aytib qo'yish uchun bu qiymatdan oldin panjara belgi qo'yiladi. Panjara belgi, undan keyin ID'ning nimasi? Nomi. Biz haqimizdagi o'tish uchun panjara ID yozgan ID'miz biz haqimizda. E'longa o'tish uchun yana panjara, undan keyin e'lonlar. Panjara kontaktlar deyordikmi? Panjara yordam. Saqlab, qayta yuklab, ana endi yangiliklarga bosib ko'raman. Yangiliklarga bosam, mana yangiliklarga o'tyapti. Biz haqimizdagi bossam, biz haqimizdagi o'tyapti. Uni almashib qolibdimi? E'lonlarga bossam, e'lonlarga. Kontaktlar yordamda bossam, yordam qismiga o'tib ketyapti. Nimaga bu tepaga chiqib qolmadi? Sababi sahifa tugab qoldi-da. Bundan ortiq scroll qila olmaydi. Qolganlarga e'tibor bersangiz tepaga chiqib qo'yapti turadi. Boshida turadi. Yordamda bo'lsa-chi, eng maksimal holat. Agarda buni tagida ko'proq ma'lumot bo'lganda edi, bu ham tepaga chiqib qolardi. Yana bir ikkita p qo'shib qo'yaylik-da yordamda oxiriga. P nima edi? Satrida. Bu yerda yordamga o'tsak, mana boshga o'tyapti. Mana shunday tartibda. Mana shu narsa langar hisoblanadi. Anchor degani langar. A tegini qaysi so'zdan olingan dedik? Anchordan. Sahifani o'zida, sahifani tarkibida elementga murojaat hosil qilish mumkin ekan. Biz sizlar bilan Bobosxon. Yo'q. Kim? Nima deydi? Nima deydi Dilshod? Bo'pti, hozir yo'lga chiqaman bir 40 minutlarda. Xo'p. Demak, gipermatnlar ko'rib chiqdik, 3 xil yo'nalishda ishlatishimiz mumkin ekan. Birinchisi rutimizda turgan fayllarga murojaat, ikkinchisi linklarga murojaat, uchinchisi nima ekan?
turgan sahifamizda boshqa bir elementga murojaat, href yordamida boshqa bir elementga murojaatni shakllantirsak bo'lar ekan. 3 ta vazifasi. Endi bundan tashqari yana bitta alohida vazifasi bor. O'zi to'g'ridan to'g'ri aytib o'tdik-ku, fayllarga murojaat deb. HTML fayl emas, boshqa fayllarga murojaatni amalga oshirsa bo'ladi. Asl media tvmda orgmidi. Net ekan. Masalan, shu binoning ichiga kirdikda yuklab olishda bitta bossak nima bo'ladi? Yuklab olish chiqadi. Buni bossak nima qilishni boshlaydi? Mana shu narsa ham gipermatn yordamida. U shunchaki ana shu faylga murojaatni hosil qilib qo'ygan xolos. Va bu narsa sizga nimani beradi? Yuklab olish imkoniyatini beradi. Biz ham sahifamiz tarkibida bir qancha fayllarni yarataylik. img, mp3, doc deylik. Rasmlar yuklayman. Rasmlar. Nima bo'lyapti? 6 ta yuklaylik. Nomi qulay bo'lish uchun raqamlab olay. Total Commander'da effektini bossangiz, nomini o'zgartirish chiqar ekan. U nimasiga e'tibor bering. Kengaytmasini o'chirib yubormang bunday qilib yozayotganingizda. Turib deb qo'ysangiz, bu o'zini rasmligini saqlaydi, lekin kengaytma yo'qolib qoldi. Yonida nuqta nimasi ham tursin, JPEG kengaytmasi ham tursin. Rasmlarimizni ko'radigan bo'lsak, bir qancha rasmlar turibdi ekan. Demak, mana shu rasmlarni href yordamida buni o'chirib yuborib turaveray. Murojaatni amalga oshiramiz. Nafaqat HTML fayllarga, balki har qanday faylga ham murojaatni amalga oshirsak bo'lar ekan. Href deyman-da. Shu yerga bu rasm, mana birinchi rasmga murojaatni hosil qilaman. Mana birinchi rasm u qayerda turibdi? Biz index.html da turibmiz. U qayerda turibdi? img papkaning ichida bir JPEG da turibdi. img papkaning ichida bir nuqta JPG. Birinchi rasm deyman. Saqlab deydigan bo'lsak, mana bitta rasmda o'zini qo'yib bermadi. Rasmga nima hosil qildi? Mana shu rasmni yuklab olish bo'ladi. Shuni bitta bossak, rasmni yuklab, hozir yuklayapti. Ko'rsatyapti. Brauzerlar faqatgina HTML fayllarni emas, boshqa yana ayrim fayllarni ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Shularning qatoriga rasm, ayrim audio fayllar, ayrim video fayllar, ayrim hujjatlar. Hujjatlarni deyarli aksariyat PDF fayllar va matnli fayllarni yuklab beradi. Ochib beriladi. Agarda ochadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri yuklashdan oldin nima qilib oladi? Ochib oladi. Endi shu yerda rasmdan tashqari ovozli fayllar ham, mp3lar ham tashlaylik. Birorta qo'shiq tashlaylik. Bu hammasi hozir bir xilda. Bo'pti. Bir deb nomlaylik. Xuddi shunday hujjatlar ham tashlaylik. Fanlar ish nomlab qo'yay. Buni 1 deyay. Buni 2 deyay. Hozir dadam ketdi. Assalomu alaykum.
nomlab olaylik, qulayroq bo'ladi. Endi shu yerda mp3 faylga murojaat shakllantiraman. Bitta birinchi rasm degandik. Bitta BR tashlaylikda mp3 papkaning ichida 1 mp3 ga 1.mp3 deylik. Saqlab Ctrl-V bossak, 1 mp3 ni bossak, mp3 faylni ham ochib beradi. Bu yerdan siz skachat qilib olishingiz mumkin. Bu player brauzerda o'ziniki. Yana xuddi shunday dokumentni ham, PDF faylni ham linkini hosil qilamiz. Doc deb biza doc degan papkaning ichida ekan, href bilan bu yerda qo'yib qo'yilgan. Nima deyman? Doc papkaning ichidagi o VS Code o'z fayllar ro'yxatini chiqarib berar ekan, ha. Birinchi PDF ni qo'yaylik. PDF, undan keyin doc faylni qo'yaylik, Word faylni qo'yaylik. Bir docx faylni. Docx qo'yaylik, ya. Yangi qatorda turib turadi, ajralib. Endi qarang. PDF ni bosaman. Bossam, PDF da nima bo'ldi? Ochib berdi bizga. Bemalol PDF faylni ko'rishimiz mumkin ekan. Ha, endi docx ni bossam-chi. Nima qildi? Yuklab oldi, chunki docx ni ocholmaydi. Aytib o'tdik, fayllarga murojaat qilib turgan paytda HTML fayl bo'lmasa, yo o'zida ochib beradi, bo'lmasa yuklab oladi. Endi mana bu rasmni o'zini ochib bermasdan to'g'ridan-to'g'ri yuklab olsin deyish uchun nima qilish kerak? Bu a tegini download degan atributi bor. Shunchaki bunga qiymat berilmaydi. Shunchaki nima deb yozib bersa ekan? Download deb. Bo'lmasa download deb qo'ysangiz bo'ladi. To'g'ri yozadigan bo'lsangiz. Hozir bossak ishlamaydi. Ochaveradi. Sababi bu serverga qo'yilganda ma'lum JavaScript buyruq yozib qo'yiladi. O'shandan keyin yuklash amalga oshadi. Bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri ochaveradi. Hozir biz serverga joylashtirganimiz yo'q. Shunchaki lokal holatda fayllar tarkibida turibdi. Buni keyinchalik serverga qo'yganimizda qanday boshqarishni ko'rsatib beramiz. Faqat hozircha shunchaki download degan atributni qo'yishni bilsalar ham bo'ldi. Tushunarlimi? Savollar bormi? Agarda faylni ochalmasa nima qilar ekan? Yuklab olar ekan, ha? Yaxshi. Gipermatrlar bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Download qo'ysa rasmni. O'sha ko'rib turib keyin yuklash bo'lsa Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Oldin ko'rib turish uchun bo'lsa, ikki rasm joylashtirib qo'yasiz-da. Hozir rasmlar joylashtirishni ko'ramiz-da. Bular oddiy matnlar edi. Endi rasmlar bilan ishlashni ko'ramiz. Rasmlar bilan ishlash. Keyin rasmlar bilan ishlashni qo'yaylik. Saqlab. Web sahifalarimiz tarkibida matnlardan tashqari turli grafik elementlar ham bo'ladi. Masalan, rasmlar. Buning uchun image tagi bor. Nimani qisqartirilgani? Image qisqartirilgani image tagi. Image tagini bir qancha atributlari bor. Shulardan asosiylari birinchisi src, keyingisi alt deb o'zi avtomatik chiqarib beryapti. O src deganimiz source qisqartirilgan. Source bu manba degan. Manba. Ana hrefi qanday ishlasa source ham xuddi o'shanday ishlaydi. Ya'ni bu yerga nima ko'rsatiladi? Rasmda manzili ko'rsatiladi. Bizda hozir rasm bor, ha? Image papkaning ichida 1 JPEG. Hozircha altni o'chirib turing. Altni keyin ko'ramiz. Shundaycha saqlab brauzerda taklif oladigan bo'lsak, lupani o'chirib turing. Mana rasmni sahifamizga joylashtirib chiqarib berdi. Rasmni joylab turgan paytimizda bu rasmni o'lchami bo'ladi. O'lchamga nisbatan ishlaymiz. O'lchamni qayerdan bilamiz? 1 JPEGmidi? Shunday ustiga kechizam o'zi chiqarib beradi. Razmer nechi ekan? 255 kilobayt ekan. Razresheniyachi 1300 ga 931. Bu pikseldagi o'lchov birlik. Piksel nuqta degani. Kompyuterimizda ekrani bir qancha nuqtalar to'plamidan tasvirda hosil qilib beradi. Meni ekranim 1366 ga 768 ta nuqtalar to'plamini hosil qiladi. Buni
Dilshod darsdami? Bunday ekranda HD ekranlar deyiladi. 1920 ga 1080 bo'lsa Full HD deyiladi. 2500 ga nechadir ham bo'lib bundan katta bo'lsa, uni 4K deyiladi. 4K deganda eshitganmiz. Piksellar soni qancha ko'paygan sari mana shu piksellarda ranglar yotadi. Ranglar to'planib bizga nima hosil qiladi? Tasvirni hosil qiladi. Mana shu qancha nuqta ko'paygan sari tasvir nima bo'lishni boshlaydi? Tiniqlashdi, ya'ni yorqinlashni boshlaydi. Qancha rang ko'paygan sari. Telefonlarimizning kamerasini ham nima orqali o'lchanadi? Megapiksellarda o'lchanadi. Mega degani nima degani? 10 usti 6-darajasimi? Bu degani million piksel degani. 50 megapiksel bo'lsa bu nima degani ekan? Bitta rasmda 50 millionta megapiksel bilan oladi degani ekan. Buni razresheniyalari chiqaradigan bo'lsangiz, eniga bo'yi ko'paytirsangiz, ana shunday tartibda olib beradi degani. Hozir 1300 ga necha turadi bu? 931 turadi. Meni ekranim 1366 kengligi, balandligi 768. Manetam ana shu 768 ichida turibdi-da. Bu manetda 768 ham joy qolmagan. O'shaning uchun 931 sig'mayapti-da. Pastga bunday holatda ketyapti. Biz bu rasmda o'lchamlarni o'zimiz berib qo'yishimiz mumkin. Kenglik va balandlikda. Bu imageda width va height atributlari orqali amalga oshiriladi. Width yordamida kengligi beriladi. Masalan, 400 desa, height o'chirib turay hozircha. 400 dedim. Qaytadan yuklayman. Mana rasmda kengligi necha piksel bo'lib qoldi? 400 piksel bo'lib qoldi. Balandligi ham shunga monand nima bo'ldi? O'zgardi. Agarda boshida necha edi? 1300 da 5000 deb qo'ysamchi. 5000 piksel qilib berar ekan. Bu nafaqat kichkinalashtirar ekan, kattalashtirib ham beraverar ekan. 5000 piksel. Balandligi ham shunga monand tarzda nima bo'lyapti? Kattalashyapti. Bu o'zaro proporsiyani saqlagan holatda amalga oshadi. 400 deb turaveraylik. Xuddi shunday heightni ham berish mumkin. Height bo'yi. Mana heightini 400 qildi, width'i ham o'shanga moslab o'zgardi. Endi bir paytda o'zida ikkalasini beraychi. Width'iga 200, heightiga 400 bersam, saqlab bosadigan bo'lsak, qilib beraverar ekan. Faqat nima muammo bo'lyapti? Tasvir umuman o'zgarib ketyapti. Bir paytda o'zida rasmga ham width ham height bermaysiz. Bergan taqdiringizda ham ma'lum ma'noda qanchaga kattalashayotgani, kichkinalashayotgani proporsiyasini hisoblab turib, ikkovida ham hisob-kitobda amalga oshirib turib keyin berasiz. Oldinlari shunaqa qilinardi. PHPda hisoblab olib turib, qo'yib turib urilardi. Hozir yo width beriladi yoki height beriladi. Tushunarlimi? Aksariyat holatda endi ko'proq width bilan ishlaymiz. Endi mana shu yerda mashina emas, boshqa narsani tasviri qandaydir tasavvur qiling, umuman o'zgarishlar yuzaga keltirib yuborishi mumkin. Va bu narsa sahifangizda sifatini o'ltiradi. Yoki bo'lmasa aksincha beraylik. Buni 400, buni 200 bersak, hozir tasvirga yaqinroq bo'ladi-yu. Boshqacharoq holatda. Demak, width va height vazifasi nima ekan? Kenglik va balandlikni o'rnatish ekan. Navbatdagisi bo'ya o'chirib yuborgan altimiz. Bu alternativda qisqartirilgani. Alternativ degani o'rnini bosuvchi degani. Alternativ. Bu yerga matn yoziladi. Bu mashinaning rasmi deydi. Qayta yuklayman. Biror joyda bu mashinaning rasmi degan yozuv chiqyaptimi? Yo'q. Alternativ tekst qachon ishlaydi? Qachonki bu rasmni yuklay olmasa keyin ishlaydi. Image tagi bu rasmli obyekt hisoblanadi. Mana shu rasmli obyekt ko'rsatilgan source'da, ya'ni manbadan rasmni yuklay olmasa, o'rniga alternativ tekst yuzaga keladi. Masalan, 15 JPEG desam, bunaqa rasm bormi? Yo'q. Ko'radigan bo'lsak, ana endi bu yerda nima chiqdi? Bu mashinaning rasmi deb turib izoh chiqdi. Yo fayl yo'q bo'ladi, yo bo'lsa internet tezligi past bo'lgan holatda ham yuklay olmaydi.
qanchadir vaqt o'rnatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Siz sahifaga murojaat qilganingizda, sahifada bir qancha rasmlar bo'ladigan bo'lsa, mavjud rasmlarning xotirasi katta bo'ladigan bo'lsa, to uni yuklab olgungacha bir qancha vaqt ketishi mumkin. Server bo'lsa 30 sekunddan ortiqda yuklanmasa, aloqani uzib qo'yilsin degan buyruq berib qo'yishi mumkin. Bunday holatda rasm yuklanmaganda o'rniga nima chiqadi? Alternativ tekst chiqadi. Boya ham Uzmoviyda ko'rdingizmi? Alternativ tekstlar paydo bo'lib qoldi. Nimaga? Internetda unisidan bunisiga bir marta oldim-da, orada internet nima bo'lib qoldi? Uzilish bo'lib qoldi. O'shaning uchun alternativ tekstlar paydo bo'lib qoldi. Alternativ tekst vazifasi nima ekan? Rasm yuklay olmay qolgandagina uni o'rniga mana shu izoh sifatida. Shu yerda rasm bor degandek narsa. Keyingisi title. Title barcha teglarda bor. Title. Title'ga bu rasm deb turay. Rajada bu rasm degan yozuv chiqdimi? Bu sichqoncha borganda chiqadi, qarang. Sichqoncha borganda bu nima ekan? Izoh sifatida hosil bo'lar ekan. Bu rasmlarda yana quyidagicha atribut bor. Loading degan default holatda ushbu qiymatda bo'ladi. Siz shuni lazy qilib o'zgartirib qo'ysangiz, lazy loading deyiladi. Bu nima? Hozir endi internetda ishlamayapmiz. Server qilib yuklaganimizda, JavaScript bilan ishlaganimizda lazy loading haqida ko'proq shug'ullanamiz. Rasmni yuklab olgungacha rasmni o'rnini bo'sh qilib turganda sekin moslashtirib turib, foydalanuvchiga qulay qilib yuklaydi. Lazy loadingda odatda ikkita rasm qo'llaniladi. Hozir rasmning razmeri qancha? 255 kilobayt. Ayrim rasmlarimiz 3-4 megabayt bo'lib ketadi. Buni yuklash o'zidan o'zi agar internet tezligi 0,5 megabayt bo'ladigan bo'lsa, 4 megabaytlikda necha sekund yuklaydi? 8 sekund yuklaydimi? 0,5 megabayt bo'lsa, bundan tashqari sahifada rasmdan boshqa yana nimalar bor? Boshqa elementlar ham bor. Shunaqa rasmdan 4 ta 5 ta bo'lsa-chi? Sahifani yuklash 1 minutga yaqinlashib ketib qoladi. Internet tezligi agar 0,5 megabayt bo'lsa, mana shunaqa holatda rasmda sekin moslashtirib turib yuklab berishligi uchun mana shu lazy loadingni qo'llaniladi. Lazy loadingni to'liq optimal ishlatish uchun JavaScript ham kerak. Shunchaki mana bu atributni o'zi yetarli emas. Buni ana shu JavaScriptda yana alohida to'xtalib o'tamiz. Hozircha ma'lumot sifatida voy lazy loading shuni nima deydi? Silliq yuklab beradi. Silliq shunday holatda sekin moslab turib yuklab beradi. Tushunarlimi? Bunga JavaScriptda keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana shu title, alt, width, height va eng asosiysi nima? Source atributlarini birgalikda image bilan qo'llab ishlatishingiz mumkin. Endi bu yerda bir qancha rasmlarni hosil qilish mumkin. Bitta emas, yana image qilib turib, yana source'ga image 2 JPEG deymiz. Men width'ini berib qo'yay. Width'i 120 bo'lsin. 3 4 ko'rsak mana bir qancha rasmlarni yuklayapti. Rasmlarga e'tibor bering. Blok element ekanmi, inline element ekanmi? Inline element ekan-a? Nimaga? Yonma-yon joylashib ketyapti. Sahifaga rasm joylashtirish tushunarlimi? Yaxshi.
Bundan tashqari yana picture degan tegimiz bor. Rasmlar uchun. Bu picture degan bu yerda source beriladi. Hozircha bu picture bilan siz chalg'itmay. Faqat image o'zini ishlatib turavering ya. Picture'da loyiha qilib ishlab JavaScript tugaganimizda nimaligini ko'rsatib beraman. Xo'pmi? Qanday holatda picture ishlatamiz? Sahifada tasvirlarimiz bo'lsa, rasmlarimiz bo'lsa, 95% da image ishlatiladi. Bo'lmasa 100% ham nima ishlatiladi? Image ni qo'llaymiz. Picture ni qachon qo'llashni ana shunda ko'rib o'tamiz. Xo'pmi? Picture ga to'xtalmaylik. Rasmlar bilan ishlash bo'yicha ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar shular. Kimda qanaqa savol bor? Rasmni o'zini ham silkab qo'ygan. Aha. Shu rasmda chetda shunchaki A yopib qo'ysak, nazilni ham ko'rsatib beramiz. Nimaga bir chipek qilib. A ni ichiga olib qo'ysak, bu ham nima bo'lib qolaveradi? Silka bo'lib qolaveradi. Bossak, o pastda manzil chiqyapti, ko'ryapsizmi? Bitta bossak, shu rasmni ochib beraveradi. Buni bossam mana ochmayapti, chunki bu ahrefda emas. Bunda bo'lsa, ahrefda ichida bo'lganligi uchun ochib beryapti. Ana undagi rasmlar ham xuddi shunaqa. Ahrefda ichiga rasm, tagiga yozuvlarni qo'yib, buni bitta bossa nimani ochadi, boshqa bir sahifaga yo'naltirib yuboradi. Siz bu yerda rasmni o'zini emas, shuni bosganda qandaydir saytga ham yo'naltirib yuborishingiz mumkin. https daryo deb ko'raylik. Daryo. Rasmni bosganda daryo o'ziga o'tib ketyapti. Istalgan rasmni moslab qo'yib olishingiz mumkin. Xo'p. Navbatdagisi endi ro'yxatlar bilan ishlash. Ro'yxatlar bilan ishlashni ko'raylik. Shu bilan darsimizni ham yakunlaymiz. Ro'yxat. Inglizchasiga nima bo'ladi? List sifatida olamiz. List, ro'yxat. HTML da asosan ikki xil ro'yxat bor. Birinchisi tartiblangan ro'yxat. Ikkinchisi shunga teskari tartiblanmagan ro'yxatlar. O'tgan safar esimdan chiqibdi. VS Code'da mana shu turgan qatoringizda Ctrl bilan so'roqni bitta bossangiz, o'zi avtomatik ikki yoniga mana bu belgilarni qo'yib beryapti. Buni xohlasangiz o'zingiz ham qo'yishingiz mumkin. Katta undov ikkita chiziq. Va buni tugatish uchun ikkita minus va nabarot endi katta belgi, bitta kichik belgida. Bu narsa kommentariya hisoblanadi. Bu hech qanday holatda brauzer tarafdan qaramaydi. Kontent ham deb qaramaydi, buyruq ham deb qaramaydi. Izoh yozish uchun, izohlar uchun kommentariya sifatida foydalanishingiz mumkin. Ctrl bilan nimani boslar ekan? So'roq. So'roqni bossangiz mana. Bitta bossangiz, o'chadi, bitta bossangiz yonadi. Mana shu tartiblangan ro'yxatlar. Buni ordered list deymiz. Mana shu ikkala so'zni bosh harflaridan OL tagidan foydalanib turib hosil qilinadi. Ordered list. Ro'yxatda ordered listimizning OL ichida ro'yxat elementlari, list itemlar deyiladi. Buni qisqartirib li tagidan ro'yxat elementlari shakllantiriladi. Li. Masalan, ro'yxatimiz tarkibida ovqatlar nomini yozaylik, foron chiqadi. Li deymizda manti, chuchvara, somsa va saqlab
og'irlik qilib ketadi oshkora. Ko'rsak, ma'lumotlarni ro'yxat sifatida chiqarib beradi va oldiga nima qo'yib beryapti? Raqamlar qo'yib beryapti. Mana shu narsa ro'yxat. Har bir alohida blok element sifatida shakllantirib beradi. Umumiy bitta hammasi blok. Qaysi? OL element. Va uning ichida alohida nimalar bor ekan? Lilar bor ekan. Li list item. OL nima ekan? Ordered list ekan, ha? Endi mana shu holatda OL yordamida hosil qilgan ro'yxatlarimizni oldida turgan tartiblanishini ham boshqarishimiz mumkin. Hozir nimalar bilan? Raqam emas, sonlar bilan tartiblab beryapti. Buni type degan atributi bor. Hozir bir turganligi uchun shunday bo'lyapti. Default qiymati 1. Agarda chetga kichkina a qo'yib qo'ysam, endi nima qildi? Kichkina ingliz alfavitidagi harflardan foydalanib. Katta a qo'ysam, xuddi o'sha harflarni katta harflar yozsa. Katta i qo'ysam, nima bilan qo'yib berar ekan? Rim raqamlari bilan qo'yib berar ekan. Kichkina i qo'ysam, rim raqamlarini kichkina qilib yozib beradi. Buni yana grek alfaviti bilan ham qo'llab ishlatish mumkin. Bu CSS da qilinadi. CSS ga kelganda ko'ramiz. Demak, mana shunday 5 xil tartibini HTML da o'rnatishimiz mumkin ekan. Hozircha mana shu o'zimizda arab raqamida turib tursin. Nechidan boshlanyapti? Birdan. Ana shu boshlanishini ham boshqarishimiz mumkin. OL da start degan atributi bor. Start degan atributiga 100 deb qo'ysam, nechidan boshlaydi endi? 100 dan boshlaydi. Ana nimalar ham xuddi shunga moslab turib o'zgaraveradi. Masalan, rim raqami deydigan bo'lsak, mana 100, 101, 102, 103 bo'lib ketyapti. Tushunarlimi? 26 ta harf bor. Z dan keyin AA boshlanadi. Undan keyin AB. 100-inchisi SV bo'lar ekan, ha? Shu S kombinatsiyasi boshlanar ekan. Ikki xonaligi ham tugab qolsa, masalan 10.000 deylik-da. 3 xonali bo'lar ekan. 3 xonali, keyin 4 xonali. Bu ketaveradi, kombinatsiya bo'lib, ha? Endi men shu yerda tushvara 102 bo'lmasin, 105 bo'lsin demoqchiman. Tushvarani o'ziga mana yerda lead o'ziga value degan atribut orqali berishim mumkin. Necha bo'lsa? 105 bo'lsin. Qo'ysam mana bu 105. Keyingisi avtomatik nima bo'lib qoldi? 106. Li elementlar tartibda o'zidan bitta oldingisini birga oshirib turib oladi. Xolasiz bunga yana nima berib qo'yishingiz mumkin? Value berib qo'yishingiz mumkin. Xolasiz mana uni 99 qilib qo'ysak, 100 necha marta kelib qoldi? 2 marta. Chunki bu qanday tartibda ishlaydi? O'zidan bitta oldingisiga birni qo'shadi. Bu bormi, yo'qmi qaramaydi. Lekin bu narsa sizlarga deyarli ishlamaydi. Nimaga? Bu narsalar dinamik holatda, interaktiv holatda shakllantirilyapti hozir. Bu HTML da oldingi imkoniyat edi. Endi zarur bo'lib qolganda ishlatishingiz uchun ma'lumot sifatida keltiryapti. Bu OLT edi. Ya'ni tartiblangan ro'yxat. Tartiblanmagan ro'yxat bor. U unordered list bo'ladi. Bu qaysidagi yordamida endi? ULT yordamida hosil qilinadi. Buni ham ichida nimalar bor? Lilar bor. Nimalar qilaylik? Komandalara darsga yeb qo'ydik. Bundan boshlaylik. Bu tartiblanmagan ro'yxat. Bu bilan bir xil. Faqat oldidagi mana bu narsasida farq bor ekan xolos. Nima qo'yib beryapti? Doira qo'yib beryapti. Qoraga bo'yalgan doira. Mana shu yonidagi doirasini ham xuddi bunda o'zgartirgandek o'zgartirsak bo'ladi. Bunda nima orqali o'zgartirdik?
type orqali, bunda ham type orqali o'zgaradi. Type deb turib hozir disk turibdi. Default. Shuni circle deb qo'ysam aylana bo'lib qoladi. Mana ichi bo'yalmagan. Square desak bo'lib qoladi. Bir burchak bo'lib qoladi. Shunday qilib o'zgartirib olishingiz mumkin ekan. Bu ham ishlamaydi. Ro'yxatlar veb sahifamiz tarkibida shu darajada ko'pki, saytlarda URL deyapti. Aksariyat mana shu URL ishlatiladi. Bu menyularni ko'ryapsizmi? Shular URL da yaratilgan. Mana elementlarni ko'ryapsizmi? Katta ehtimol URL yordamida hosil qilgan. Bu yerda ro'yxat bo'lib ko'rinmasa ham, ro'yxatda boshqarish oson. Mana elementlarni ko'ryapsizmi? Mana slayderdagi har bitta slaydini. Bu ham URL da yaratilgan. Endi blokda yaratib olsa ham bo'ladi, hozir URL nisbatan kamayyapti. Mana yerdagi bu har bitta element ham URL da yaratilgan. Mana har bitta element ham nimada yaratilgan? URL da. Mana yerdagi har bitta kart, mana bu narsani kartochka deyiladi. Kart deyiladi. To'liqligicha mana link turibdi-yu, rasm, mana yozuv, mana taydagi mana fon, hammasi bitta kartochka. Bu kartlar ham nimada yaratiladi? URL da. Yo buni boshqa URL dan tashqari boshqa narsada ham yaratsa bo'ladi. Lekin aksariyat holatlarda URL bizga foydalanishga qulayroq. Ya'ni ro'yxatlar yordamida hosil qilinadi. Ha bu hosil qilinib turganda bu yonidagi bizga kerak bo'ladimi? Yo'q, kerak bo'lmaydi. Shuni non degani ham bor edi shekilli. Mana olib tashlar ekan. Biz buni nimada olib tashlaymiz? CSS da olib tashlaymiz. CSS darslarida ko'ramiz. Hozircha circle turib tursa. Endi har bir lead o'ziga ham alohida type berib qo'ysak bo'ladi. Buni disk deb qo'ysak, mana hammasi circle, birisi disk. Mana ularda ham u mantini type'ini deb qo'ysa, buni o'zini nima yordamida chiqaryapti? Harf yordamida chiqarib beryapti. Ro'yxatlar tushunarli. Ro'yxatlarda ichma-ich holatda ham yaratilishi mumkin. Ichma-ich holatda masalan URL li Angliya Italiya Ispaniya bo'ladi. Mana shu li'da ichida Angliyadan kelgan yana bitta URL ochsangiz bo'ladi. Yana bitta li ochib turib, li'da ichida endi nima kelyapti? Boshqa bitta alohida ro'yxat kelyapti. Angliyadagi komandalarni yozamiz. Italiyadagini yozamiz. Bunda ham URL li Ispaniyadagini ham yozamiz. Li URL li Atletico Madridga ko'rsak, mana ro'yxat ichida nima bo'lib kelyapti? Ro'yxat bo'lib kelyapti. Buni OL ichida UL qilishingiz ham mumkin. Qanday ahamiyati mavjud emas. Yoki UL ichida OL ham ishlatishingiz mumkin. Ro'yxat bo'lib shakllanib kelaverar ekan. Faqat ichma-ich bo'lganda mana bu narsasiga e'tibor bering. Boya dastlabki holatda disk chiqyapti turadi, bitta ichkariga kirsa nima bo'lib qolar ekan? Circle bo'lib qolar ekan. Endi shuni UL emas, bu ichkaridagisini OL qilamiz. Ko'radigan bo'lsak, bunda farqi bor ekan. Yo'q, bu raqam olib ketaveradi. Shunday holatda ichma-ich hosil qilib yaratishingiz mumkin ekan. Bu tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlaridir. Kimda qanaqa savol bor? Oson shekilliga ro'yxatlari
UL va OL. Ichlarida nimalar bo'lar ekan? Lilar bo'lar ekan. Endi keyinchalik qo'shilgan yana bitta ro'yxat turi bor. Kam qo'llaniladi, lekin HTML semantikasi bo'yicha kerak. Bu description list deyiladi. Nima degani? Izohli ro'yxat. Unda biroz boshqacharoq ketadi. DL tegi ochiladi. DLning ichida DT bo'ladi. Undan keyin DD bo'ladi. Bu DL degani description list qisqartirilgani. DT mana shu izohli ro'yxatda description title, ya'ni sarlavha. DD bo'lsa description data, ma'lumot. Masalan, HTML nima hypertext markup language. Yana data deb ochaverasizda. CSS DD cascading style sheets. Yana data JS deyiladi. DD bilan JavaScript. OL'da har biri alohida lideda bitta element. Bunda bitta element bitta ro'yxat elementi, bitta element emas, bitta ro'yxat elementi nechta element yordamida shakllanar ekan? Ikkita. Va ular ketma-ket yozilib ketaverar ekan. Buni saqlab brauzerda ko'ramiz. Ko'rsak mana. Buni ro'yxat sifatida shakllantirib beryapti. Mana izohni mana yerda bo'sh joy tashab turib, qator-maqator qilib yozib beryapti. Bu narsalarda sahifada elementlarning pozitsiyasiga bog'liq bo'lgan narsa deyarli qo'llamaymiz. Buni to'g'ri CSS da boshqarganligimiz uchun, lekin semantika bo'yicha kerak joyda qo'llagan maqsadga muvofiq. Amaliyotda umuman qo'llamasak kerak. Sizlar deyarli ishlatmasangiz kerak. Ma'lumot sifatida bilib olavering. Bu nima ekan? Izohli ro'yxat. Tushunarlimi? Kimda qanday savol bor? Savollar yo'qmi? Bugungi darsimizni yakunlaymiz bo'lmasa?